19-aprel so'nggi 24 soatdagi Yaqin Sharq urushiga bog'liq xabarlar quyidagilardan iborat. AQSh prezidenti Donald Tramp bir necha bor AQSh va Eron kelishuviga erishish arafasida ekanligini ta'kidlagan. Eron rasmiylari esa bu iddaoni rad etib, asosiy masalalar haligacha hal qilinmaganligini aytishmoqda. Prezident Tramp Isroilga o't ochishni to'xtatishi shart ekanligi haqida ogohlantirganidan so'ng, Livanda rostdan kelishuv e'lon qilinganidan buyon birinchi marta o't ochishlar butunlay to'xtagani haqida xabar tarqadi. Livandagi Hizbulloh muammosi esa Erondan alohida hal qilinishiga ishora qilingan. Isroil va Livan o'rtasidagi otashkesim sulhiga hamda Donald Trampning Isroilga qilgan ogohlantirishlariga qaramay, bir nechta Livan axborot agentliklari Isroil qo'shinlari Livan yerlarini nazorat qilishda davom etayotgani va chegara shaharlaridagi uylarni portlatayotgani haqida xabar berishgan. Tehron va Washington tomonlari Hormuz bo'g'ozi endi ochiq ekanligini e'lon qilishgandi, ammo Eronning Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi kemalar ruxsat olishi va belgilangan yo'ldan yurishi kerakligini aytgan. Washington esa Eron portlariga qo'yilgan blokada Tehron bilan yakuniy kelishuvga erishilgunga qadar saqlanib qolishini aytib chiqqandi. Ammo Hormuz bo'g'ozining ochilishi uzoqqa cho'zilmadi. AQSh markaziy qo'mondonligi blokada davom etishini e'lon qilganidan so'ng, Eron tomoni ham bo'g'ozni qayta yopganini e'lon qildi. Trampning Eron o'zining boyitilgan uranini AQShga ko'chirishga rozi bo'lgani haqidagi takroriy da'volari Eron tomonidan qat'iyan rad etildi. Pokistonlik manbaga ko'ra, mintaqada uzoq muddatli tinchlik o'rnatilishi uchun Eron va AQSh o'rtasidagi muzokaralarda hali ko'p ishlar qilinishi kerakligi aytilgan. Livan prezidenti Jozef Aun Bayrutdagi Isroil bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarga kirishish qarorini himoya qilib, uning hukumati faqat Livan xalqi manfaatlari yo'lida ishlayotganini ta'kidlagan. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Hormuz bo'g'ozi yana yopilganini va AQShning sulh bitimini buzganini e'lon qildi. Eron tomoniga ko'ra, ushbu muhim yuk tashish yo'lagiga AQSh Eron portlarini blokada qilishni tugatmaguncha yopiqligicha qolishini ta'kidlashmoqda. Janubiy Livanda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tinchlikparvar kuchlariga qilingan hujum natijasida bir fransuz askari halok bo'lgan va bir nechta odam yaralangan. Oldinroq hujum uchun Hizbulloh mas'ulligi aytilayotgandi, ammo Hizbulloh guruhi hujum uchun javobgarlikni rad etgan. Hizbulloh rahbari Naim Qosim Livan va Isroil o'rtasidagi sulh bir tomonlama bo'lishi mumkin emasligini va Hizbulloh tomoni ham Isroil tajovuziga javob berishga tayyor holda ekanligini ta'kidlagan. AQSh prezidenti Donald Tramp Erondan norozi ohangda qattiq tanqid qilgan. Hormuz bo'g'ozini yopish orqali AQShni shantaj qila olmasligini aytib chiqqan.